Assalomu alaykum, Kamranbek TV kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishni unutmang. Bugungi video rolikimiz Tolib Mo'minov haqida. Tolib Mo'minov 1971-yil 2-mart kuni Buxoro viloyatining Buxoro shahrida tug'ilgan. 1994-yillarda Moskvadagi Butun Rossiya davlat kinematografiya oliygohida tahsil olgan. 1994-yildan buyon O'zbek Milliy akademik drama teatrida faoliyat yuritib kelmoqda. Tolib Mo'minov E'tirof 2013 milliy mukofotining yilning eng yaxshi kino aktyori nominatsiyasi g'olibi. 2020-yil Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni, 2020-yil Shuhrat medali sohibi bo'lgan. Tolib Mo'minov san'at sohasiga 1994-yilda kirib kelgan bo'lib, 30 yildan beri faoliyat yuritib keladi. Koreya, Rossiya va Tojikiston kino ijodkorlari bilan hamkorlikda olingan filmlarda ham rollar ijro etgan. Teatrdagi ijodiy faoliyati davomida 50 dan ortiq spektakllarda obrazlar yaratgan. Jumladan Muhabbat sultoni, Kuloyim, Qatag'on, Jinoyat ustida ushlansin, Sohibqiron, Mashrab, Kunduzsiz kechalar, Chimildiq, Qirol Lir, Gamlet, Makr va muhabbat, Usmon Nosir, Chegara ustidagi uy, Neksiya, Talvasa, Bevalar, Bir qadam yo'l, Quyoshni sen uyg'otasan, Taqdir sinovlari, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiyda Alisher Navoiy, Revizor, Istiqbol sari, Jaloliddin Manguberdi, Urush odamlari kabi rollarni ijro etgan. Shuningdek, Alisher Navoiyning 575 yillik yubileyi munosabati bilan teatrda sahnalashtirilgan Alisher Navoiy spektaklida Alisher Navoiy rolini ijro etgan. Tolib Mo'minov kino, videofilm va milliy seriallarda ham 60 ga yaqin rollar ijro etib, o'z muxlislariga ega bo'lgan. Jumladan Sharpa, Al-Buxoriy, Azizim, Nomus, Quyoshi botmaydigan yurt, Domla, Rohila, Ko'ngil ko'chalari, Ayol zoti, Olis osmon, O'zganing onasi, Parizod, Haqiqiy erkaklar ovi, Aldangan ayol, Mening akam bo'ydoq, Sardor uch, Endi dadam bo'ydoq, O'zi uylanmagan sovchilar, Bolalik sinovlari, Oqibat 2, Vaqt qadri, Telba emasman, Bedor tuyg'ular, Hayot, Payshanbadan payshanbagacha, Orzudagi ayol, Barakasini bersin, Majruh 2, Puling bo'lsa, Vijdon azobi, Saodat, Zurriyot, Intiqom alangasi, Qodirxon, Tuzoq, Maktab, Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risi kabi seriallarda asosiy rollarni ijro qilib kelmoqda. Tolib Mo'minov dublyaj san'atida ham faol ijod qilib, ko'plab kinofilm, multfilm va seriallarga ovoz berib kelmoqda. Hozirgi kunda teatrda kasaba uyushmasi raisi lavozimida ishlab kelmoqda. Tolib Mo'minov bu faqat aktyor emas, balki san'atga bo'lgan fidoyiligi bilan ajralib turadigan ijodkor. Uning obrazlari tomoshabinga chuqur ta'sir qiladi. Har bir roli o'ziga xos hissiyot va mazmunga ega. U sahnada ham kinoda ham jonli ijro qilish, qahramonining harakatlarini his qilish va tomoshabin qalbiga yetkazish mahoratiga ega. Uning eng katta yutuqlaridan biri turli janrlarda o'zini sinab ko'ra olishi. Uni faqat dramatik, balki komedik rollarni ham mohirlik bilan ijro etgan. Bu esa uning aktyorlik diapazoni juda keng ekanini ko'rsatadi. Dublyaj sohasidagi mehnati esa san'atga bo'lgan muhabbatining yana bir isbotidir. Uning ovozi
tomoshabinni film voqealariga yanada yaqinlashtirib, syujetni jonlantirib yuboradi. Tolib Mo'minovning ijodi milliy san'atimizning yorqin namunasidir. Uning mehnati, san'atga bo'lgan mehr-muhabbati kelajak avlod aktyorlari uchun ham ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Shuning bilan bugungi videorolikimiz tugadi. Videomiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.